Hozir programmasi chiqdi. RUID Goslugani Play Marketga hozir birga qilib ko'ramiz. Programmasini mana uстановка qildik. Registratsiyaga kiramiz. Agar singlisiz bo'lmasa yo'q deb bosasiz. Bu O'zbekistonga bo'lsangiz, masalan, yo'q. Bizaniki bor. Dani bosamiz. Mana bu yerga singlisni kirgizamiz. Mana bu yerga pasportimiz qanday yozilgan bo'lsa, ism familiyamiz xuddi o'shanday kirgizamiz danlarni. Pasport seriya nomerini ham yozamiz bu yerga. Mana hozir kirdi. Birinchisiga bosamiz. Mana ketishni zaполнять qiling deyapti. O'zbekiston yozamiz. Mana продолжить. Turizm, работа. Biz работani tanlaymiz. Data въезд. Rossiyaga borayotgan chisloingizni tanlaysiz. Masalan, minimum 3 sutkadan boshlanishi 90 kungacha zaifga qoldirsa bo'lar ekan. 01 07 2025. Yerdan bunisi qachon chiqib ketasiz deyapti. Masalan, buni ham shu 1 qilamiz. 07 2026 1 yildan keyin to'ldiramiz. Какие регион планируете? Ana bu yerga qaysi shahariga, masalan, Sankt-Peterburg bosdi. Поедете в Россию с детьми, да или нет? Дети bilan bo'lsa, да или нет? Dani bosanglar, masalan, какие документы ребенок поедет в Россию? Pasport, chunki pasport bizaniki. Pasport beradi, mana yosh bolalarniki to'ldirilgan ekan. Bizga hozir data kerak emas. Netda bosamiz. И mana severna. Bitta zaifkani tashlaymiz, shu bilan qabul qiladi.